hayvon boqyapsizmi? Sigirmi, qo'ymi, buzoqmi, uyingizda parrandami, darrandami farqi yo'q. 5 ta haqqi bor. O ki 5 ta haqqini ado qila olmasak, uni boqmagan yaxshi, uni xiyonat qilmagan yaxshi unga. 5 ta haqqini o'rnida ado qilasiz, ana undan keyingina u hayvonga qaraysiz. Birinchisi, uni yeyishlarini o'z vaqtida qilasiz. Uni ichishlarini o'z vaqtida qilasiz. Kun sovib ketsa issiqqa olasiz. Kun issiqsa salqinga olasiz. Erkagini urg'ochiga qo'shib turasiz va haftada 10 kunda bir cho'miltirib ustilarini qashilab turasiz. Mana shu hayvoningizni sizni tepangizda bo'lgan haqqidir. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam agarda sizlarni tilsiz hayvonlarga qilgan zulminglar kechirilganda edi, sizlarni ko'pgina gunohinglar kechirilgan bo'lar edi deganlar. Demak, ularga qilingan zulm hech qachon kechirilmaydimi? Unga ehtiyot bo'lish kerak. Vaqtida uni suv donidan xabardor bo'lib qo'yishlik kerak. Vaqtida